Assalomu alaykum. Bizning Dachalik kanalimiz YouTube kuzatib boruvchilari, qadrdonlar, bugun biz Xumsonga kelganmiz. Yon atrofi poli tog' bilan o'ralgan 18 sut uyga qurilgan dachaga kelganmiz. Bu dachani endi sizlar bilan bitta tanishtirib chiqmasak bo'lmaydi. Hozir turgan joyimiz dachamizning hovli qismi, yozgi basseyn. Bu dachamizdan bori shunday suv bo'yiga tushsanglar bo'ladi. O'gam suv bo'yi. Ketdi sizlar bilan shu o'gam suv bo'yidan boshlaymiz. Qadrdonlar, bu dachada bori bir marta dam olsanglar, ishoninglar, boshqa dachalarda umuman dam olginglar kelmay qoladi. Bori atmosferasiga kelsa, vapshi bomba. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafimizda stadionlarga chiqib qo'ygan, ishoninglar, bemalol oilaviy 15-20 kishi bo'lib kelib maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Mana archalarni qaranglar, kattaligini. Bu joyimizda dachamizdan to'g'ri suvga tushsak bo'ladi. Qadrdonlar, suv bo'yi ham hamma sharoitlar qilingan. Stullarni tortib, daja lijaklarga chiqib qo'ygan. Men o'ganmi suvi, lekin ishoninglar, vapshi boshqachada bor-u. Har doim bor, yozda kelsanglar ham daja muzdek bo'lib turadi. Uxlamoqchi bo'lgan odamlar ham bu suvga tushganda trezvi bo'lib qolishadi, lekin bor-u. Bitta o'zingizlar ko'rib, bitta baho berasizlar, bu eshikdan bemalol tashqariga chiqib cho'milsanglar ham bo'ladi. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkari qismlarini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Qadrdonlar, bu dachamizning kirish darvozaxonasi. Bu joyimizga 2-3 ta mashinani bemalol qo'ysa bo'ladi. Bu tarafimizga ham mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu joyimiz kelganinglarda bemalol 7 ta 8 ta mashina qo'yishga sharoitlari bor. Dacha eshikning oldida ham bemalol joylari bor. Ana endi sizlar bilan bu dachamizning hovli qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, men archalarga bitta baho berib qo'yasizlar. O'zim sanab chiqdim, qadrdonlar, bu dacha yil archalar ekilgan ekan. Ekilgan archalarning o'zi bahosini o'zini hisoblasanglar, har bittasi bunaqa katta archalar 5000 dollardan tursa, kamida 50 000 dollarlik archa turibdi. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, to'g'ri, bu dachamiz high-tech emas, wow, sharoitdagi dacha emas. Lekin oilaviy yoki ulfatlar bilan kelib dam olishga vapshi maza qilib dam oladigan joy. Havosi ham lekin shunaqa mazza ekan. Ishoninglar, o'zi cho'tto'z turganda daryolarning ovozi eshitilib turibdi. Ana endi sizlar bilan dachamizning hovli qismidagi yozgi oshxonasini ko'ramiz. Bu tarafimizda yozgi oshxona joylashgan, hamma sharoitlari bor, qo'ra mangallarigacha. Bu tarafda o'tirish uchun sharoitlar qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafimizda kacheylar, xullas hamma sharoitlari bor. Mana sharsaralarni qaranglar, yasab qo'yganda yozda bular hammasi ishlaydi. Xudo xolisi suvlari qo'yiladi. Hamma sharoitlari zo'r bo'ladi inshaalloh. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkari qismlarini ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, dachamizning kirish holi. Kirganimizda 10 kishilik bu yerda stol qo'yilgan. Bu tarafimizda qishki oshxonalari bor. Ana endi bu tarafimizdan boshlaydigan bo'lsak, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, bu joyimizda dachamizning qishki basseyni joylashgan. Razmeri 6x3. Bu tarafimizda bitta saunasi bor, finski. Bu finski saunamiz o'tinni ishlaydigan. Xohlagan gradiyatsiyalarga chiqarsanglar bo'ladi. Ana endi sizlar bilan dachamizning qolgan qismlarini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Bu zinamizdan ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin sizlarga dachamizning igrovoy qismlarini tanishtirib chiqmasam bo'lmaydi. Qadrdonlar, kirishimiz bilan professional bilyardga ko'zimiz tushadi. Undan tashqari bu tarafimizda yumshoq mebellar qo'yilgan, joy namozlarigacha bor. Dachada ko'ngillarni to'q qilib, bemalol maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bu joyimizda birinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz, ichida o'zining sanuzellari ham bor. Shu yotgan joylarda ham prirodalar ko'rinib turadi. Vapshalar bor. Ishoninglar, bu dachada dam olsanglar, miyanglar shunaqa dam oladi. Boshqa maza qiladigan joylar ekan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi sharoitlarni ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu tarafdan obzorimizni boshlaymiz. Ikkinchi qavatdagi bu birinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida sanuzellari bor. Bu joyimiz bo'lsa, ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel daja ikkita qilingan ekan. Hojatxonasi alohida, dushlari alohida. Qadrdonlar, ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonamizda biz, ikkinchi yotoqxonamizda 4 kishi uchun divan qo'yilgan ekan. Ana endi keyingi yotoqxonalarni ham sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Bu dachamizning asosiy igrovoy joyi bo'ladi. Bilasizlar, hozirgi kunda kontrga talab juda kuchli. 10 ta kompyuterlarga chiqib qo'yishibdi. Bemalol ulfatlar bilan kelib kompyuterlarni bosib bang'illatsanglar bo'ladi. Bu xonamizga ham keladigan bo'lsak,
4 ta divan qo'yib qo'yishibdi. 4 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Bu xonamizda ham ichida dush, tualet, hamma sharoitlari bor. Qadrdonlar, bu dachamizni arenda va sotuv narxiga keladigan bo'lsak, sotuv narxini hozirgi kunda naqd bo'lsa $500 ming so'rashyapti. Ya'ni o'tib beradigan joylari bor. Arenda bo'lsa dogovorni deyishyapti. Xudo xolisa, aloqaga chiqsanglar, narxlarni chiroyli qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Keyin bu dachamizni variantga ham sotilar ekan, narxi ozgina o'ynashi mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.